Assalomu alaykum, hurmatli butun O'zbekiston xalqi, hurmatli yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev Maravonovich. Sizlarga bir kichkinagina murojaatim. Bu xususiy davlat sadiqlari juda ko'p. O'zbekistonda hamma viloyatda bor. Lekin hozir videoda mana Instagramga, YouTube kanallariga juda vahshiychilik, kichkinagina bachchalarni kallasidan urib, tarbiyasini buzib, ertaga u bachcha go'dak katta voyaga yetgandan keyin mana bu kallasidan urganlari nimalari, bu har bitta narsasi ziyon, ham psixologik bo'yicha, ham vrojlanib miyasi vrojlanishi ham bo'yicha. Shu murojaatni o'sha kallasi o'qimagan dub kalla vaspitatillarga murojaat. Именно hammasiga emas, именно kallasi ishlamagan, birovni farzandini urib, o'zini farzandiga asal berib, birovni farzandiga zahar bergan o'qituvchilarga murojaatim. Lekin bu narsani davlatimiz, hurmatli yurtboshimiz, davlatimiz, xususiy xodimlar, rahbarlar sizlarni oylik bilan ta'minlaydi. Sadigdan kerakli ovqatlaringizni yeysizlar. Sovg'a olasizlar har bayramga. 8-martga, Navro'z, Qur'g'on hayit, hamma narsa sizlarga yetishadi. Hatto shu vaspitat qilayotgan shu farzand kichkina go'dakchalarni ota-onalari bayramlarga tort, ovqat, har narsa produktni podarkalar olib kelib beradi. Noshukrlik qilmasin unaqalar. Urib bachchani kallasiga video olib, birinchidan u sizning farzandingiz emas. Ikkinchidan sizning haqqingiz yo'q urishga. Tushunarlimi? Shu murojaatni butun maksimalni shu videoni ana shunaqa mol dindan chiqqan vaspitatillarga yetkazinglar, iltimos sizlardan. Bechora ota-onalar ular bachalarini urush uchun deb olib ketishgan tartib, intizom, oq qorani, hayotni, bilimni, dinni, kattani, kichikni izzat qilish uchun o'rgatish uchun aytgan sizlarga. Birinchidan u bachalar ko'chaga yotgan bachalar, birovni farzandi ko'chaga qolib ketgan farzand emas u. Har bitta bachcha dunyoda tug'ilgan farzandlarni har bitta narsasini ota-onasi, aka, uka, jigar, amak, tog'a, ona, buvi hammasi bor. Maksimalni tarqatinglar. Sog'-salomat bo'linglar. Ularga insof bermasa, Xudo tarafdan mo'jiza bo'lib insof beradi. Aytadi-ku, bu kunni go'r to'g'rilaydi degan eski budumlar bor shu narsalar. O'ziga insof bersin, sog'-salomat bo'linglar. Hech qachon kasal bo'lmang. Ro'za Ramazon oylariz bilan ota-onalaringiz baxtiga sog' bo'linglar. Uylaringizda bemor bo'lsa Alloh shifo bersin.